Menga qarang-ku, tandirlar narxini nima qilib tashladingiz? Xalq mazzaqsin. Mana sizlarga setni Dodo xo'jasi. Bu joydagilar foyda qilishyaptimi o'zi? Narxini ko'rib men hayron qoldim. 5 kishilik set kishi boshiga bor yo'g'i 90 mingdan tushar ekan. Setning ichida naqd 2 kilogramm tovuq tandir, maromiga yetib pishgan barra go'sht tandir, qaynoqqina frilari bilan keladigan cho'poncha, undan tashqari 5 ta qaynoqqina shirali sho'rvalar Va yana bonus sifatida 5 ta go'shtli somsa, chiroqchi salad, 2 ta non va 2 ta mazali kompotligini qo'shib berishar ekan. Bunaqangi setni boshqa joydan topolmaysizlar. Tandir go'shtlardan o'zimni firmini buterbrodimni yig'ib, sekingina oshqozonga joylab yuborib qoldim. O'zi ham go'shtlar maromiga yetib dirkillab pishib. Go'shtlarni yeb olib, ketidan qaynoqqina sho'rvasini sekingina sirpantirib yubordim. Bu yoqdagi tandir go'sht bilan cho'poncha alohida tema frilari bilan o'zi ham o'pishib ko'rishyapti. Shuncha narsa kishi boshiga 90 mingdan menimcha zo'r narx. Oilaviy kelishga, ulfatlar bilan yig'ilishga, blatnoy opalarim gap o'ynashiga zo'r lokatsiya ekan. Bu yerda yana shunaqangi salqin joyda o'tirib futbol tomosha qilib chempionatlarni ko'rsanglar bo'lar ekan. Bu videoni yig'ila olmayotgan sinfdoshlik guruhiga jo'natib qo'yinglar. Sizlar uchun lokatsiyani Telegram kanalimda qoldiraman.